Muhammad sallallohu alayhi vasallamning nuri bo'lmaganda Alloh taoloning bu olamni yaratmasligi bayonida. Ey aql egalari, xotiringizni jam qilib quloq tuting va shuni bilingki, Alloh taolo na osmonlarni, na zaminni, na makonni, na zamonni, na biron mavjudotni yaratmagan edi. Hatto arsh ham, kursi ham, lavhul mahfuz ham, qalam ham yo'q edi. Xullas butun koinot faqat suvdangina iborat bo'lgan. Yolg'izgina Alloh taoloning zoti bor edi. Ana shu bo'shliqda Alloh taolo o'zining nuridan Muhammad sallallohu alayhi vasallamning muborak nurlarini ijod qildi. Alloh taolo o'zining zotini va Muhammad sallallohu alayhi vasallamning nurini koinotga oshno qilmoq niyatiga tushib, lavlaka lama xalaqtul aflok, ya'ni sen bo'lmasang dunyoni yaratmagan bo'lardim, deb sarvari olamni nurini to'rtga bo'ldi. Bu to'rt qismning biridan qalamni yaratdi, ikkinchi qismidan lavhul mahfuzni bunyod etdi. Roviylar andoq hikoya qiladilarki, Alloh taolo qalamni yaratganda uni 100 bo'g'im qildi. Bu bo'g'imlarni u boshidan bu boshi 1 yilchalik yo'l ekan. Alloh taolo qalamga farmon berdi. Ey qalam, lavhul mahfuz ustiga yoz. Yo Rab, farmoningga muntazir edim. Bu lavh ustiga nimani bitay? Mening oxirgi zamon rasulim va habibim Muhammadni yoz. Qalam lavhul mahfuz ustida bir zum to'xtab, Alloh taologa murojaat qildi. Yo Zuljalol, bu zot kimdir? Sening otingga yaqin ot, sening zotingga yaqin zot bormi? Bu sohibi sharifni ko'p e'zoz qilib, nechuk lavhul mahfuzga birinchi qilib yozdirursan? Ey qalam, deb nido keldi Alloh taolodan. Adab chegarasidan o'tma, farmonimga munkir kelma. Uning oti Muhammaddir, mening habibimdir. Bu lamakon ichra qudratimning ramzidir. Zamini osmon, arshu kursini uning nuridan yaratgum.